Assalomu alaykum, hurmatli dehqonlar. Mana Green Life kompaniyamizda bu 700 navli don uchun mo'ljallangan makkajo'xori urug'larini berganmiz. Xorazm viloyati Urganch tumani Bekobodda bu. Maqsud opamizning yerlaridamiz. Endi bu opamiz yerlari valvaniteti 20 dan 24 gacha ekan. Yerlarning kuchi yo'q. Shunda ham mana makkamiz yomon emas. 700 don yo'nalishidagi bu makkamizning bo'yi unchalik baland bo'lmaydi, shu bir 3 metr, 3,5 metrlar atrofida bo'ladi mana. Lekin donni zo'r qiladi mana. Dalani ichkarisidamiz, o'rtasida. Bu chekkalarda chekkalar juda ham baquvvat edi. Mana shunday o'rtasida ham hozirgi ahvoli mana. Bu hozir mana 110 kunlik holatda makkamiz buni donini pishirib topamiz. Jo'xorilarimiz yaxshi. Endi yana boshqa navlarimiz ham bor, ularni ham ko'rsatamiz. Xohlasa. Mana 700 bu don uchun ekilgan.